Aynan mana shu uchrashuvdagi g'alaba O'zbekiston terma jamoasining Jahon chempionati saralash musobaqasi navbatdagi bosqichiga chiqishi uchun zamin hozirlashi bor gap. Kino olamidagi eng durdona asarlar plyonkaga muhrlangan, juda nozik, avaylanmasa chizilishi o'chib ketishi mumkin. Meni bolaligim afsonasi ham xuddi plyonkaga yozilgan kino kabi, xuddiki millionlar qalbidan chizilib o'chib ketgandek. Men futbol ko'rish uchun emas, shu ovozni eshitish uchun shoshardim. O'sha salom beriladigan joyini o'tkazib yubormaslik uchun. Esimda mahallada kattalarga qo'shilib to'p tepardik. Shunda kimdir aytdi, futbol boshlandi deb. Hamma uyga shoshganda men ham uyga kirib televizorni yoqqanman va o'sha oltin ovozni eshitganman. Bu meni futbolga kirib kelishim edi. Ha, bu meni bolaligim, men kabi sizning ham. Fikrlar doim ikki xil bo'ladi. Futbol atrofida tortishuvlar ko'p. Sababi aynan futbol qarama-qarshilik ustiga qurilganligi. Ikki xil libos, ikki xil kayfiyat va hokazolar. Maydonda to'pgina bitta va bir xil. Hammaning nigohi unda. Men esa ekranda ovoz yangrayotgan, futbolchilarni mohirlik bilan tanishtirayotgan inson kimligiga qiziqardim. O'sha davrda bu qurilmalar, internet va platformalar yo'q. Bular yo'qmi, demak surat ham yo'q. Ayniqsa aytilganda buncha uzoq deyiladigan go'zal Sariqo'rg'on qishlog'idan bo'lsang, mundialga chiqishimizga umid qolmaganda ham shu ovoz ohangida umid yashardi. Hech qisi yo'q, keyingi saralashda omad kulib qolar. O'sha 30 yil hamma uchun har xil o'tardi, lekin bir inson uchun xoh sharqda, xoh tomoshabin sifatida bir xil yakunlanardi. Orzuyim jahon chempionati emas, unda vatan jamoasi o'ynaganini sharhlashdek chuqur xo'rsinardi. Mana vaqt o'tib mundial tomonga shaylandik. Nihoyat vatan jamoasi Amerika maydonlarida saf tortishadi, lekin o'sha oltin ovoz sohibining ilk o'yinni sharhlash orzusi ushalarmikin, bilmadim. Mayli bu videoni bitta inson ko'rsa ham soxta emas, chin yurakdan yozib qoldiring, kerakli insonlarga yetib borsin. O'sha azaliy orzuni ushaltirishda o'z hissangizni qo'shing. Ha, darvoqe, bu so'zlar o'z plyonkasini avaylab, asrab kelganlar uchun kimdadir chizilib o'chib ketgan bo'lsa, demak meni tushunmadi. Hurmat bilan, Saminjonov.